Selam Ağlan ki ne kadar. Aziz qarindoshlar, biz Python dersimizning 2-soatlik darsini davomlashtiryapmiz. Undaqda biz kelgan qadamni davomlashtiraylik. Oldingi qismlarni ko'rib olsanglar bo'ldi. Undaqda Python darsimizdan kelgan yerdan davom qilyapmiz. Yine biz sonlarni printning orqaga yozganda qo'sh tirnoq ichiga elish hojatsiz so'zlarni yozgan vaqtida olamiz degan tuqa. Masalan, biz bu yerga print deb yozib, qandoq tirnoq ochdik. Masalan, g'ulja deb o'qaylik. G'ulja degandan keyin qandoq qo'sh tirnoqni yopdik, yalang tirnoqni yopdik. Ctrl S dedik, pastga tushib ketdik. Biz bu yerda enter deb bunda besib o'tgandan keyin print dedik. Deb bo'lgandan keyin tirnoq ochdik, qo'sh tirnoq ochdik. Qaysi shahar bor? Aqsu deb o'qaylik. Cho'ng bo'lsin. Aqsu. Masalan, buni taqdik. Deb bo'lgandan keyin qandoq Ctrl S ni bosdik. Endi buning orasida men qarasanglar birmuncha orliq bor-ku. Bu orliq menga chiqmaydi. Ikkisi yaqin holat chiqadi. Buni ko'rib qilish faqat maqsad. Unda da biz bu yerni Ctrl S deb F5 ni bossak, qandoq ikkisi yaqin holatda chiqdi. Mana ikkisining buyrug'i bo'lg'ashqa bu ikkisini yozib berdi. Unda da biz bu yerga ketdik. Buni ko'ra oldik faqat. Endi qarindoshlar, biz saqlash usuli. Buni biz yaxshiroq ko'rishimiz kerak. Bu yuqorida sal oddiy narsalarni so'zildik, endi sal tasrak kelyapmiz. Motor qizig'an bo'lsa, diqqat qilinglar. Undaqda biz Pythonni qo'zg'ab oldik, shunaqa. Biz buni o'chirib turaylik. Hammani o'chiritaylik. Saqlamayman. Buni taqdik. Shunaqa. Endi menga biz Python deb Python ochaylik. Python bu yerda mana bosdik. Besib bo'lgandan keyin qandoq ochildi. Ochilib bo'lgandan keyin biz Pythonni qo'zg'atib, ani bet ochilgan hamon yangi bet ochmoqchi. Yangi bet ochish uchun biz Ctrl bilan qani neni bossak yangi bet ochiladi. Abi ko'rib olgandik. Yangi bet ochildi. Bu yerda saqlash adresi yo'q. Chunki biz hech qanday bir narsani saqlamadik. Undaqda biz buni ochib oldik. Endi bosh qurg'i kelib print urumchi deb bosaylik. Print tirnoq ochdim. Urumchi so'z o'g'irlik uchun qo'sh tirnoq ochdim. Bizningki u cho'ng bo'lsin, shahar ismi xossim urumchi deb bo'lgandan keyin qo'sh tirnoq yopdik. Yalang tirnoqni yopdik. Ctrl S deb saqlab oldik. Saqlaysiz, nega saqlaysiz deydi. Saqlayma bet yuziga. Undaqda bu yerga urumchi degan nomni qo'yib, biz buni orqaga chekit P ni bosdik. Nimishqa Python hujjat bo'lganlik uchun. Hamma kompyuterda ochilsin, ochilmaydigan shu qolmasin, shunga P ni qo'shib o'tiladi dedik. Undaqda print dedik. Print deb bo'lgandan keyin tirnoq ochdik, qo'sh tirnoq ochdik. Xo'tan deydi. Xo'tan desak, deb bo'lgandan keyin qo'sh tirnoq yopdik, yalang tirnoqni yopdik. Ctrl S. Imkon qadar Ctrl S ni har qitim besib meninglar. Chunki bir xatolikdan saqlab qolasizlar. Undaqda buni saqlab bo'lgandan keyin yerda adres chiqib bo'ldi-ku, P deb chiqdi-ku. Adresi chiqib bo'lgandan keyin biz bu yerga bunday yozamiz. Masalan, bu yerga ad deb yozaylik. Eti yoki ismi shundoq. Bu yerga tang deb yozib bo'lgandan keyin
qo'sh tirnoq ochdik, cho'ng se. Cho'ng se. Mana shundoq-ku. Cho'ng se. Endi bu yerga qo'sh tirnoq ochdik, yantu siziq. Yantu siziq users. U cho'ng diqqat qilib yozinglar. Users. Shundoq-ku. Deb bo'lgandan keyin biz buning oqiga nima bor ekan? Abdullah bor ekan. Undaqda uni o'z bet yozamiz ham, ya'ni. Mishani o'z bet yozib oqilam o'xshamaydi. Ya'ni Abdullah deb yozmoqchi. Abdullah. Deb bo'lgandan keyin desktop üstel o'zi. Desktop. O'xshash-ku, o'xshash, xatolik yo'q. Undaqda yantu siziq Urumchi. Nuqta bu yerda qandoq ekan? P ekan to'q, biz buni txt hujjatiga aylantirmoqchi. txt deb bo'lgandan keyin biz bu qo'sh tirnoqni yopdik. Qaranglar. Bizningki hozir bu materialimiz Urumchi degan materialimiz nerede desanglar bu yerda. Bu hozir Pythonning belgisi Pythonning hujjati shaklda bu. Biz buni text, ya'ni text hujjatiga aylantirib saqlamoqchi. Undaqda bizningki yozgan ishimiz nima bo'lgan? Buni qilib bo'lgandan keyin Enterni bosdik, ostiga tushdik. Tushgandan keyin bu yerga yoz teng bo'ladi. Open degan echish degan buyruq-ku. Qaranglar, buyruqning rangi o'zgardi. Undaqda tirnoq ochdik, yopdik, ichiga kirdik. Kirib yine mushuq degan bu. Bu yerga pesh qo'ydik. Qo'yayotgandan keyin qo'sh tirnoq ichiga W deb yozamiz. Yozib bo'lgandan keyin yine hujjatni o'qiganda W deb yozamiz. Yozib bo'lgandan keyin biz Ctrl S ni bosib F5 ni bassam bundoq chiqdi. F5. Endi buning ostiga biz uchur deb yozaylik. Uchur. Qaranglar, hozir yerda biz mani yozib bo'lgandan keyin yoz deb mani bosib qilib bo'lgandan keyin mavi Urumchi deganimiz abiya Pythonning hujjat shaklida. Bu shakli o'zgarib hozir text hujjatiga aylandi. Buni ochsak ichida hech qanday narsa yo'q. Endi biz buning ichiga bir narsani avtomatik mishadan buyruq berib kirgizib o'tmoqchi. Unda da nima kirgiziladi yoqda? Uchur teng kirgizilgan uchura. Tirnoq ochdik. Biz bugun darslarni takror qilyapmiz deb yozaylik. Biz bugun darslarni takror qilyapmiz. Deb bo'lgandan keyin buni yopdik. Yopayotgandan keyin qanday qilamiz degan vaqtida Enterni bosib, endi buning buyruqini beramiz. Print deb bo'lgandan keyin tirnoq ochdik, yopdik, ichiga kirdik. Uchur. Pesh file deb bo'lgandan keyin teng yoz. Buni berib qandoq Ctrl S qilib